alaykum. Bir kontir bir mahsulot tamoyili asosida Arnasoy tuman Do'stlik mahallasida yoshlarga ajratilgan 10 gektar yer maydoniga namunali tarzda 10 ta yoshga ajratilgan yer maydonida poliz ekinlari ekilib, zamonaviy usulda sug'orish ishlari amalga oshirilyapti. Aholi punktiga yaqin joyda ekilgan, suv ta'minoti yaxshi joyda ekilgan. Xalq banki bilan hamkorlikda bu loyiha bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida bu loyiha amalga oshirilib, o'sha ekilgan poliz mahsulotlari o'z vaqtida ekilib, unib chiqish ishlari amalga oshirilyapti. Bunda Xalq banki bilan hamkorlikda ekilgan Yangi Bo'ston tomorqa xizmatiga 10 ta yosh biriktirilib, bu agregator hisoblanadi. Unga biriktirilgan kooperatsiya, Poliz A kooperatsiyasi bilan hamkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Bu ekilgan poliz ekinlari eksportbop, kelajakda bu yaxshi daromad olib, yaxshi hosil olib, chet davlatlarga eksport qilish nazarda tutilib, ko'zda tutilyapti. Bu ekilgan 10 gektar yer maydonidan ko'zda tutilgan barcha qishloq xo'jaligi agregatorlari, melioratsiya vositalari, hamma o'g'itlar, minerallar vaqtida berilsa, men o'ylaymanki, bu yerdan yaxshi daromadli, yaxshi hosil olinadi.